Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz qadrdonlar. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Xo'p, qadrdonlar, 18 million so'mga mana shu xonadonimizni to'liq holatda tunuka fonlarini xudo xolasa chiroyli qilib bitkizib berdik. Do'stlar, bu xizmatimizni Andijon viloyati Asakada xudo xolasa Soqido'londa xudo xolasa qilib berganmiz. Qadrdonlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadonlarga mana shunaqa go'zal tunuka fonlarni xudo xolasa qilgizsanglar bo'ladi. Eslatib o'tamiz do'stlar, 1 kvadrat tunkamizni 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha barcha xarajatini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini bir dona samaraga ham ovora qilmagan holatda qilib bermoqdamiz. Do'stlar, hattoki lesalarimizni ham o'zimiz olib kelamiz. Sizlarga ham shunaqangi tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadonlarga tunuka fonlarni qilgizsanglar bo'ladi. Agar musofir yurtda bo'lsangiz ham, ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, eslatib o'tamiz, doimgidek tunuka fondi kvadratiga hisoblanadi, joyida kvadratiga emas. Sababi bukilishi, qayrilishi, ustimiz qatirilishning hisobiga joyingizning kvadratdan tunukamiz ko'proq ketadi. Sizlar ketgan tunukaning kvadratiga pul berasizlar, do'stlar. Shuni inobatga olgan holatda biz bilan bog'lansanglar, sizlarni ham xonadonlarga mana shunaqa tunuka fonlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Hammalaringga rahmat do'stlar. Bu videoda uyga tunuka fon qilmoqchilarga albatta jo'natib qo'yasizlar.